Hop, assalomu alaykum, hurmatli talabalar, tinglovchilar. Demak, bugungi mavzuyimiz biopolimerlar, ya'ni biologik yuqori molekulyar birikmalar. Demak, biopolimerlar bular oddiy polimerlardan farq qiladi. Bular demak, tabiiy kelib chiqishga ega bo'ladi, ya'ni biologik kelib chiqishga mansub, ya'ni bularni sintetik yoki bo'lmasa kimyoviy usulda hosil qilinmaydi. Demak, biopolimerlar nima bo'ladi? Biopolimerlar bu tirik organizmlardan hosil bo'lgan ko'p sonli bir xil yoki bir o'xshash qismlarni, ya'ni monomer qoldiqlaridan tashkil topgan yirik molekulyar birikmalar hisoblanadi. Monomerlari Monomerlarning polimerlarga qo'shilishi ikki yo'l bilan sodir bo'lishi mumkin. Ya'ni polimerlanish monomerlarning oddiygina bir nechta bog'ona ochilishi, ya'ni uzilishi orqali bir-biri bilan bog'lanish yoki polikondensatsiyalanish, ya'ni ulardagi funksional guruhlarni o'zaro bir-biri bilan rekombinatsiya reaksiyasi natijasida. Endi ko'rishingiz mumkin, demak, biopolimerlarning hosil bo'lishi asosan polikondensatsiya reaksiyasi orqali sodir bo'ladi. Biz bu yerda demak ko'rishimiz mumkin aminokislotalarning hosil bo'lishini. Aminokislotalar hosil bo'lganda, demak, bitta aminokislotadagi amino guruhdagi NH bog'ining uzilishi va ikkinchi aminokislotadagi karboksil gruppadagi gidroksil guruhining o'zaro suv hosil qilishi natijasida, demak, dipeptid hosil bo'ladi. Demak, oqsillar bular tabiatdagi biopolimerlarning eng katta qismini tashkil etuvchi polimer hisoblanadi. Oqsillar demak, asosan aminokislotalardan iborat bo'ladi va hujayralarda demak juda katta miqdorda yig'iladi. Oqsillarning vazifalari boshqa biopolimerlar, polisaxaridlar va DNK funksiyalariga qaraganda ancha xilma-xil hisoblanadi. Shunday qilib, ferment oqsil juftliklarining biokimyoviy reaksiyalarni katalizlashi, metabolizm jarayonlarini o'ynashi, bular hammasi demak oqsillarga xos bo'lgan reaksiyalar. Ba'zi oqsillar strukturaviy yoki mexanik demak funksiyani ham bajaradi, ya'ni tanani qattiqligini yoki bo'lmasa o'sha o'simlikni qattiqligini saqlab turuvchi, hujayralarning shaklini saqlovchi sitoskletni hosil qilib beradi. Demak, oqsillarni tashkil qilish darajasi, demak, oqsillar tuzilishi to'rtta darajada ko'rib chiqiladi. Ya'ni birlamchi tuzilish, ularni aminokislotalar ketma-ketligi, demak, ikkilamchi struktura, ularni demak spirallashishi, bukilishi va uchlamchi, demak, uni g'ujanaklashi va bir necha g'ujanaklangan uchlamchi tuzilishlarni yig'ilib aglomerat hosil qilishi to'rtlamchi struktura deyiladi. Endi demak, oqsillarning asosiy tuzilishidagi undagi aminokislotalarning ketma-ketligi hisoblanadi. Ya'ni aminokislotalar ketma-ketligi e, mukammal va alohida xususiyat hisoblanadi. Demak, har bitta oqsil uchun o'sha peptid tuzilma, ya'ni aminokislotalar ketma-ketligi har bittasi uchun xususiy hisoblanadi. Oqsillarning ikkilamchi tuzilishi bu polipeptid zanjirining alohida demak, bo'limlarini qadoqlash usuli hisoblanadi. Ya'ni alfa spiral shaklida yoki beta varaqcha shaklida buklanish orqali demak strukturalar hosil bo'lishi mumkin. Demak, siz taqdimotni demak o'ng tomonda ko'rib turgan ekranni o'ng tomonda ko'rganingiz bu alfa spirallash hisoblanadi. Ikkinchisi bo'lsa demak beta, ya'ni varaqsimon bukilishi hisoblanadi. Oqsilning uchlamchi strukturasi ikkilamchi tuzilishning alfa spiral yoki beta varaqlarning tasodifiy demak hududlarini o'zaro yig'ilishi, ya'ni u yuqoridagilarni globulyar sharsimon shaklda suvda eriydigan yoki febral holatda tuzilib qolishidir. Ya'ni ularni uzunchoq yoki bo'lmasa g'ujanaklashgan holatda, globulyar holatda ko'rishimiz mumkin. Uchlamchi darajali struktura aminokislotalarni sistinning oltin guruch atomlari o'rtasidagi ko'priklar, vodorod bog'lari, aminokislotalardagi qoldiqlarning bir-biri bilan suv, ya'ni gidrofob ta'sirlashi orqali mustahkamlanadi. Demak, to'rtamchi struktura bir necha polipeptidlardan tashkil topgan murakkab oqsillarga xosdir. Bu polipeptidlar oqsilni tashkil qiladi va ularni qanday tashkil etilganligini rasmlarning to'rtinchi demak strukturasida ko'rishingiz mumkin. Oqsillarning tibbiyotda qo'llanilishi. Matrisalar bemorlarning hujayralari o'sishi mumkin bo'lgan kollagen oqsillari tayyorlanadi. Bunday matrisalar jarrohlikda yoki patologik jarayonlarda hosil bo'lgan bo'shliqlarni to'ldirish uchun ishlatiladi. Endi inson tanasida oqsil kelib chiqishi ko'plab gormonlarning demak ishtiroki bilan bog'liq. Ulardan eng mashhurlari insulin, masalan. Insulin ham oqsil tuzilma hisoblanadi. Agar tanadagi ularning yetishmovchiligi yoki to'liq yo'qligi bo'ladigan bo'lsa, ulardan tashqaridan kiritilishi kerak bo'ladi. Shunday qilib, demak, birinchi toifa diabet bilan og'rigan odamlarda 20-asrlarning oxirlaridan beri genetik jihatdan o'zgartirilgan demak achitilishidan natijasida yordamida olinayotgan kundalik insulin inyeksiya qilinadi. Demak, o'sish gormoni bo'lmasa, odamlarning yashashi u bo'lmasada odamlar yashash mumkin, ammo ularda mitter demak kichkina pakanalik holat kuzatiladi. Ammo agar o'sish gormoni terapiyasi balog'atga yetguncha qadar amalga oshirilsa, demak bemordagi bu holat oldini olinishi mumkin. Endi demak, o'ziga xos immunitet organizmni patogen organizmlardan himoya qilishi juda muhim rol o'ynaydi.
Organizmning begona jismlarda maxsus oqsillar antitanalar yordamida demak zararlantirish qobiliyati mavjud. Antitanalar qoidaga ko'ra demak antigenlarni begona oqsillar va glikoproteinlar bilan bog'lanadi va ularni yo'q qiladi. Demak, yagona muammo shundaki, tanadagi antikodlarni ishlab chiqarilishi, demak, boshlanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu davrda patogen tashuvchiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Immunitet tizimi bosqinga tayyor bo'lish uchun vaksinalar qo'llaniladi. Zaiflashgan patogen yoki ularning qismlari, xususan peptidli vaksinalar hozirgi kunda juda keng tarqalgan hisoblanadi. Endi polisaxaridlar, bular ham yuqori molekulyar birikmalar tabiiy hisoblanadi. Yuqori molekulyar uglevodorodlar tirik organizmlarda ularning zaxiraviy, kraxmal, glikogen strukturaviy, sellyuloza, xitin va boshqa toifalari bo'ladi. Xitinni siz demak hasharotlarning qobig'ida ko'rishingiz mumkin. Sellyuloza bu daraxtlar qobig'idagi polisaxarid hisoblanadi. Polisaxaridlarning monomerlari monosaxaridlar yoki oddiy shakar hisoblanadi. Umumiy tuzilish formulasi quyidagicha. Bu yerda demak 3 yoki undan ko'p sondagi gidroksil 3 yoki undan ko'p sonli bo'lishi mumkin. Uglerodlar soni va gidrolizlanmaydi. Uglerod atomlari soniga ko'ra ularni quyidagilarga bo'lish mumkin. Uch atomlar trioza, tetroza, pentoza, geksoza va hokazo. Demak, barcha monosaxaridlar gidroksil guruhi va boshqa qutbli guruhlarga ega. Shuning uchun ular suvda yaxshi eriydi. Tabiatda eng keng tarqalgan geksozalar 6 uglerod atomli, ya'ni glyukoza va fruktoza. Glyukoza uzun shakari barcha organizmlarda mavjud. Demak, u hujayralarni energiyasining asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi. Fruktoza qand lablagi, meva va asal tarkibida bo'ladi. Demak, quyida siz yuqorida ko'rishingiz mumkin bo'lgan demak bu glyukoza va fruktozalarning formulasini ko'rmoqchisiz. Bu demak peranoza holati, bu demak bu furanoza holati, ikkitasi bu bo'lsa demak peranoza holati hisoblanadi. Tibbiyotda polisaxaridlar asosan dori vositalarini yetkazib berishda, demak ular dorilarga ko'pincha qo'shimcha sifatida qo'shiladi. Endi shunday qilib, agar bakterial kasalliklar qo'zg'atuvchisi uchun kultural agar masalan dorilar ishlab chiqariladigan bo'lsa, ularning hujayralarini demak antibiotiklar samaradorligi tekshirilib keyin qo'llaniladi. Polisaxaridlarning o'ziga qo'shimcha ravishda ularning ko'plab hosilalari mavjud bo'lib, ularning gidroksil guruhlari yoki hatto boshqa polimerlardan tashqari ba'zi bir kimyoviy guruhlar biriktirilishi mumkin. Tak. Demak, geparin inson va hayvon jigarida ishlab chiqariladigan glikozaminlar bo'lib, qon ivishini oldini oladi. Tibbiyotda u xavf ostida bo'lgan bemorlarni tromboz rivojlanishini oldini olish uchun ishlatiladi. Nuklein kislotalar, bular ham yuqori molekulyar birikmalar hisoblanadi. Tabiiy yuqori molekulyar, ular nukleotidlar ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Bizning tanamizdagi organik moddalarning demak eng muhimlaridan bittasi nuklein kislotalar hisoblanadi. Tanada ular asosan irsiy ma'lumotlarni saqlash, uzatish va ko'paytirish funksiyasini bajaradi. Demak, pentozalar gidroksil guruhlari bilan fosfat kislotalari qoldiqlarining kondensatsiyasi bilan ketma-ket bog'langan nukleotidlar polinukleotidlarning birlamchi tuzilishi hisoblanadi. Ularda ham xuddi shu oqsillar singari demak ikkilamchi tuzilish ham bo'ladi. Ularda DNK qo'sh zanjirining hosil bo'lishi bilan tushuntirishimiz mumkin. Nuklein kislotalarning uchlamchi darajasi tuzilishi bu ikkilamchi tuzilmalarning bir-biriga nisbatan joylashishi hisoblanadi. Bunda DNK ning qo'sh zanjiri hosil bo'ladi. Demak, nuklein kislotalarning to'rtlamchi tuzilishi ham mavjud. Bu yerda siz ularning to'rtlamchi strukturasini o'ta murakkabligini ko'rishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda demak nuklein kislotalarning tibbiyotda asosan irsiy kasalliklarni davolashda, ularni aniqlashda ishlatiladi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.